Tungi do'xida o't ustida dam olib o'tiribmiz. Mana biz zaniyani tungi reshenasi juda ham chiroyli ekan. O'z zaniyani o'zi ham yomon chiqmagan. Zaniya ko'rsataman. Buni menimcha Xitoyda yirtki zaniyadan ilhomlanishgan shakli. Mana aytayapman. Xitoyda shunga o'xshagan zaniya bor. Ikkita qo'shilgan zaniya ekan. Dumaloq o'zi aslida ikkita bir yopishgan. Tunishligi uchun gostinitsa ekan. Hammasi o'z gostinitsa. Bu turistlarni jalb qilish uchun hammasi qilingan gostinitsalar ekan. Qatarda aylanishga chiqdik inshaalloh. Arzimagan summaga gaplashsa bo'lar ekan. To'g'ri, boshida qimmat deb turadi. 200 real deb turar ekan. Uni gaplashsangiz, tushirib narxni keltirib olsangiz bo'lar ekan. Bu yerda asosan Bangladeshliklar, shunga o'xshagan Nepalliklar shunaqa joylardan kelgan deyishgan asosan. Sababi til bilishligi ingliz tili. U yerda ingliz tili aktualniy. Shuning uchun asosan shu yerdan kelganlar arzon kishilar shu yerda ekan. Ko'p. O'rtoqlar, jahon chempionatiga asosiy logotip shu yasalgan maxsus betondan